Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik gunohlaringizni o'chirib, sizlarni mag'firat qilar. Alloh ulug' fazl va marhamat sohibidir. Har bitta odam o'zi nima oq, nima qora yaxshi biladi. Nima yaxshi-yu, nima yomon biladi. Shunday deb o'ylaydi o'zi haqida. Hamma o'zi oq qorani bilaman, yaxshi yomonni ajrataman deydi. Haqiqatan ham shundaymi? Quyida o'qilgan oyat karimaga quloq soladigan bo'lsak, hamma ham bilavermas ekan. Ya'ni hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishi to'g'ri bo'lmas ekan. Hamma noto'g'ri, xato degan narsasi xato bo'lmas ekan. To'g'ri nima? Alloh nimani to'g'ri desa, shu to'g'ri. Noto'g'ri nima? Alloh nimani noto'g'ri desa, shu narsa noto'g'ri. Alloh taolo aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyatni ato qiladi. Demak, Alloh taolo hidoyat bersa, ine inson qaysi narsa haq va qaysi narsa nohaq farqiga boradi. Alloh tomonidan hidoyat olganlargina nima haq va nima nohaq uni yaxshi biladi. Va man yu'min billahi yahdi qalba. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Alloh hidoyat qilsa, ine inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am, tashvish, iztirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Ya'ni shunday bir dardki, yer yuzida yashayotgan odamlarda 100 tadan 10 tasida mana shu kasal albatta bor. Ehtimol ko'prog'ida bor. Lekin shu kasalga chalinganligini bilmaydi, tabibga borib tashxis qilib shunaqa kasali borligini aniqlashlikka vaqti yoki fahmi yetmaydi. Insonlarning qalbidagi vahima, qo'rquv, xavotir, har xil gaplarda, har xil xabarlarda eshitgan paytda qalbini iztirobga tushishligi, xotirjam, sakinatli bo'lmasligi. Alloh alam bu dard 10% emas, undan ko'proq odamda bo'lsa kerak. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnat saniyalarida mana shu kasalni sabablari hamda uni hal qilishlikni yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda yashayotgan odamlarni, mana aytib o'tdik, juda ko'pchiligi mana shu qalbidagi qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u tufayli o'zini yelkasidagi vojiblarni bajara olmayotganligini, hayotdan umidsizlikka tushayotganligi, hayotidan tushkunlikka tushib ketayotganligini ko'ramiz. Buni sababi nima? Bu xoh dunyosi to'lib toshgan odam bo'lsin, xoh bir faqir odam bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu xavotir, boyaga aytgan qalqishlik juda ko'pchiligimizning qalbimizda bor. Va xususan bu qalqishlik yana ziyoda bo'ladi qachon bizni ko'nglimizga yoqmaydigan bir xabarni eshitib qolsak, yo bir qandaydir mish-mish gapni eshitgan paytda boyaga qo'rquv yana ham ziyoda bo'lib ketadi. Va bu narsa insonni hayotini xarobga aylantiradi. Hayotidan bir shirinlikni ketkazadi. Hozirgi zamonaviy bir tadqiqotlarga qaraganda, mana yer yuzida odamlarda yashayotganlarning 10% mana shu qalqishlik kasaliga, xavotir degan kasalga, stress deymiz endi biz tilda. Ana, soddaroq qilib aytsak, shu stressga chaliqqan odamlar. Stress nima? Doim bu asabi tarang. Bitta gap gapirsang kam, ikkita gapirsang ko'p. Bir yarimta gap yo'q. Meni tinch qo'y. Hatto o'zini bola-chaqasini ozgina shovqinini, erkalashini ko'tara olmaydi. Meni tinch qo'y, meni tinch qo'y. Har yili yer yuzida yashayotgan odamlar ichidan 80 mingga yaqini bu o'sha statistika ekan. O'zini osib o'ldirar ekan. O'zini o'zi o'ldirar ekanki, hayotdan to'yganligidan, umidsizlikka tushganligidan, hayotda umidi qolmaganligidan. Shayton shunday bir lainki
insonni mana shu noumid qilishlikka haris bo'laveradi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan so'rashdi. Man ashaddu jundillah. Allohning askarlarining ichidagi eng shiddatlisi, quvvatlisi qaysi? Ali roziyallohu anhu javob berib, tog' dedi. So'ngra aytdiki, tog'ni temir kesadi dedi. Demak, temir kuchli qo'shin. Endi temirni o't eritadi. Demak, o't kuchli. O'tni suv o'chiradi. Demak, suv kuchli. Suvni bulut ko'taradi. Demak, bulut kuchli. Bulutni shamol haydaydi. Demak, shamol kuchli. Endi shamol inson shamolni o'zini foydasiga burib ishlatadi. Yelkanli kemalar bilan kemalarni haydatadi. Demak, inson kuchli. Endi insonni uyqu yengadi. Uyqu kuchli. Uyquni nima ketkazadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demak, Alloh taoloning eng kuchli qo'shini bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Zamonamizda keng tarqalgan mana shu iztirob, xavf va xatar, qalqishlikni sabablari quyidagilar. Birinchidan, soddaroq qilib aytsak, qachon qalbimiz xotirjam, asabimiz tarang bo'lmay, birovni ko'rganda bir xuluq shuvoli bilan kutib olamiz. Qachon? Nima sababdan mana shu narsalar paydo bo'ladi odamlarning hayotida? Albatta bu narsa, boyagi stress degan narsa, iymonli odamlarda kamroq uchraydi, iymonsizlardan ko'ra. Allohdan deb qo'yadi, shu bilan ketaveradi. Mana shu qalqishlik, iztirob, g'am, tashvishni birinchi sababi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Birinchi sabab insonda qalbi taskin topib, xotirjam yashamasligini birinchi sababi iymondan yuz o'girganligi. Alloh taolo aytayapti, meni zikrimdan yuz o'girsa, meni ulug'lashlikdan uzoq bo'lsa, uni hayoti tang, baxtsiz bo'ladi deb aytayapti. Qarang, uni kambag'al bo'ladi, kasal bo'ladi demayapti. Allohdan yuz o'girgan odamning hayoti hech qachon shirin bo'lmaydi. Chunki insonni baxtsiz qiladigan birinchi narsa kufr. Baxtsiz qiladigan birinchi narsa Allohning zikridan uzoq bo'lishligi. Ikkinchidan, insonni qalbini mana shunday iztirob bilan turishligi, gunohlarni ko'p qilishligi. Bu hadis Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza kasurat zunubul abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha min al-amal, ibtalahu Allahu azza wa jalla bil hazni, balki bil huzni liyukaffiraha anhu." Imom Ahmad rivoyat. Qarang. Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am, qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Tushunarlimi? Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am, qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Demak, mana shu g'amga kirayotganligi mo'minda o'zi Allohning marhamati bo'lyapti. Chunki tavba qilmayotdi, gunohlari kafforat bo'lishligi uchun, namoz o'qimayotdi, yuvilishligi uchun, sadaqa qilmayotdi, ibodat qilmayotdi. Gunoh ko'payib ketadi, Alloh taolo nima baloni berib qo'yar ekan? G'am, qayg'u, tashvish. Pul yo'qligida o'zi bir g'am edi. Shart to'satdan kelib qoldi. Yana o'shuncha g'am nima bo'ldi? Yo'g'ida ham g'am edi. Keluvdi ham nima bo'ldi? G'am bo'ldi. Siz bilan biz yelkamizda g'am, tashvish ozroq bo'lishligi uchun birodarlar, savob amallarni ko'proq qilaylikki, qilgan xatolarimizni yuvib tursin, bizni g'am, tashvish bilan Alloh taolo balolashlikka hojat qolmasin. Shuning uchun haqiqatan qarasangiz, namoz o'qiydigan, masjidga keladigan, Allohning zikrida qatnashadigan kishilarni qarasangiz, g'am, tashvishi shu ishni qilmayotganlarnikidan ko'ra chandon oz bo'ladi.
Allohdan deb qo'yadi. Bitta ma'ruzani eshitadi-da, qalbi yumshab, bir hafta ezib turgan yelkasini. G'ami nima bo'ladi? To'g'ri aytdi domlar, haqiqatan shunaqa deydi. Insonni doim qalbini iztirobga tushib turishligini yana bitta sababi insonni qalbi iymondan bo'shligi hamda qazoi qadarga bo'lgan e'tiqodini sustligi. Ya'ni ma sha'allohu kana va ma lam yasha. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan narsa bo'lmadi degan e'tiqodda mustahkam odam bir ish bo'lgandan keyin har qancha musibatli bo'lsin, har qancha bir og'ir bo'lsa nima deydi? Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Mana bu bo'ldi deydi. Endi biz rozi bo'lsak ajr olamiz, gunohlarimiz yuviladi, undan kattaroq Alloh taolo mukofot beradi deydi. Endi qazoy qadarga iymoni yo'q odamchi? Va, o'shunda mana qilganimda mana bo'lardi. O'shunda shunday qilib qo'ymaganimda mana bo'lmasdi. Insonning qalbi nimaga bir ishda qalqib turadi? Nimaga g'am tashvish bilan yashaydi? Shuni sabablarini ko'ryapmiz. 3 ta sababni aytdik. Allohning zikridan uzoq bo'lganligi, gunohlarning ko'pligi hamda Allohga bo'lgan iymoni, qazoy qadarga bo'lgan iymonni zaif bo'lgan odamlar qalbi doim istirofda qalqib turishlikda bo'ladi. Insonni mana shu tang holatga tushiradigan sabablarning yana bittasi iqtisodiy holati. Pul yo'q. Ish yo'q. Qilay deb chiqadi ko'chaga o'g'il bola, ish topa olmayapti. Yoki ishlasa pulini berishmayapti. O'sha ishni qilguncha birodan qarz olgan. Endi ishlab uzay desa, ish bo'lmayapti, qarzi ko'p. Insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini istirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. Sabablarni qoyim qilamiz va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. 6 rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzini uzib boraman. Menday qilsam menday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida masjidga kirganlarida Ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba nohatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga, otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men deb to'shab berib qo'yganida, payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ey Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballohu hammaka va qada anka daynaka. Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. "Hay Rasululloh, o'rgating" dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni 2 mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigoro, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqonlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan